Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar ko'rayotganinglar. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilen Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi stratejilik hamkorlashgan. Sizlarga köptün köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Tor aldamchilardan saqlaning. O'zingizning shaxsiy uchurlarini torda oshkorlamang. Aldamchi qisqa uchurlarga ishonib, ziyonga uchrab qolmang. Dal yangi yilga atası muz soğaq vaqtlarga o'tisiq naqshlama. Bu balla planni ajoyib qaramas bak. Aramat. Birisi bo'lmasa birisi bo'ladi deb o'ylab. Hamda meni shu halqa Tangson ustoz. Ko'nglimda Tangsondek yuqori o'riningizda ustoz deb aytdingmi? Ya bo'lmasa halqa lekin Zirabshan daryosini suyini ichib cho'ng'ilgan. Bayircha taqdim. Biz gapni qisqartib, Abdukim. Muallimlardan birini tanlaylikmi? Shunda qiyin bo'ldi ekan shu paytning o'zida. Ana bo'lsa mening eng og'riq tanlashim Toshmamat Botir ustoz. Kelgan kemandir gul surab biriptiman. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Abdukim Ahad Tash Muhammad Batur Aylin Az gruppasiga tanlandi. Naq maydon etish, naq maydon chalg'ulashtirish u naqshchining arzusi bo'lib qolmay, naqshini tushunadigan angluvchilarning kutgan umidi. Buning uchun ko'rsatgan tirishchiliginiz va yaratgan natijalaringizga opirin. Yaxshi natijaga erishdim deb o'ylayman. Eng xush bo'lgan yerim 4 ustozning hammasi o'rildi. Eng yaxshi fikrlarni berdi. Texmi xush bo'ldim. O'zimning mushu o'rgangan kasbimdagi o'zimning bilimlariga asosan o'zimning eng yaxshi ovozimni ustozlarga va xalqimizga sunsam, mening eng yaxshi uqtug'im deb o'ylayman. Yuqorqi mayirimiz Abdukim Jainimiz chatma naqshlarni nayt muvaffaqiyatlik o'rnatdi. Endi bu bala mush naqshlarni o'rnash jarayonida o'zida bo'lgan alohidligini namoyon qilaman deb meningcha shu chatma mush naqshlarni tanlagan bo'lishi mumkin. Hemen mushu inimning yuqorqi aytgan chatma naqshlarni astoydil anglash orqali bu inimizga yaxshi asarlarni yaxshi tamomlaydigan ishonchim bo'lganligi uchun gruppamga tanladim. Adaşma şu kündüzü xizmet, endi keş vaqtida bir necha klublar naqshat kesh ishdan tushmaydigini. So'ng bir charcha sababmi bilmadim shu ko'zim biyaram bo'lib ketdi. Qanday qilsam bo'la? Adashma Sadaf shirkatining World Star markasidagi qo'shinimni ko'z asrash mahsulotini ishlatib baqa unim bek yaxshi kerak. Bo'ldi ekan. Bo'ldi, rahmat adash ishlatib ko'rib baqay undan bo'lsin. Ma'qul. Mo'minjon sen bir e'lon qilib baqag'ini. Menimda Zimistandagi so'ygini e'lon qilib baqayman. Ma'qul. Zimistandagi so'ygi. Mening ismim Arzu Gulsattar. Bu yil 21 yoshga kirdim. Yurtim Şinjan Xotandan. Hozir shug'ullanayotgan kasbim bo'lsa musiqa o'qituvchiligi. Mening bu kasbni tanlab qilishim, men 10 yosh vaqtimdan tartibla naqsha musiqa kasbida o'qib kelyapman. Mush qiziqishim asosida Ipak Yo'li sadosiga tanlanganligim intayin xursandman. Bundan mush kasbimda texnik bitirishib, yutuqlarni qozonishimni umid qilaman. Hammaning boshqa mayirlarning men bilan tanishishni umid qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Yemek içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar savdosi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi.
Xo'sh, qani siz o'zingizdan bir tunishtirib o'ting qizim. Malamlar yaxshimsizlar? Mening ismim Arzgul Sattar. Yurtim Şinjan Xotandan. Bu yil 21 yoshga kirdim. Hozir o'qish bitiriblar shu bir maktabda musiqa o'qituvchilik qilyapman. Mana shunda chiroyli naqshini aytmay yurdingizmi sheda? Aytyapsiz yanchuncha. Hozir shu asosliqi kichik bolalarninki Naqshini o'rgatib degandek. Yasli ma'rifda. To'g'ri. Wow. Menimcha yaxshi ovozingiz. Qasimiz boshlaganda menman. Fuqamaylik qoldim o'zimni. Sen hayajonlanib qolgan o'xshaysan. Hayajonlanib qoldim. Hayajonlanib asla. Bak yaxshi ko'raman bu naqshini-chi. Bu naqshini bak yaxshi ko'raman. Chiqqandan keyin bir xil ma qizniki ovozi hozirga qadar men anglab baqqan, ma bizniki atrofimizdagi qizlarning ovozida yo'q bo'lgan bir inta yumshoq chiroyli bir ovoz ekan-chi. Shunda bir xil odamni allaylayotgandek chiqayotgan bu ovozni anglab o'zim rost mas'ul bo'ldim. Ovozga mas'ul bo'ldim. Ondan oylinib qaragandan keyin qarasam, butun vujudi bilan, hissiyoti bilan naqshni aytibdi. O hech qanday qilqa bo'ldi aylanamdoq, aylanmamdoq bu qizga nisbatan baribir ekan. Naqshini yaxshi o'rlasamlam bo'ldi deb chiqibdi. Buning o'zi bir yaxshi psixika deymizmi? Ko'zimizni ochib nimda aylanmaydigan desaklar, naqshga berilgan hissiyatdan ayrilib qolamiz-chi biz. Butun hissiyat bilan naqshni aytdi. Undan boshqa buning ijodiyatchisi bo'lgan İbrahimjonninki piroqlarini ajoyib. Elbette. İbrahim Qurbonning piroqlarini shunda uning odamning piroqlari bek oson emas. Xil tasmi? Tas, aytdilar shunda peyz. O'xshamaydiganlar bir piroq oldiga shuning shu hissiyotlarini ayolchisini qilib berdi. Ayolchisini qilib berdi-da, men hozir uning ustiga bek yumshoqda, men shu yumshoqligiga qilam aylanib ketdim. Oldingizmi? Oldim, rahmat. Peyzulamniki. Aygulga. Arzugul 4 yil maxsus naqshi kasbida, naqshi o'rnash kasbida o'qigan. Mening qo'limda o'qigan qiz. Men xato aylanib qoldim-mi? Yo'q, lekin men bu naqshni aytishni bilmayman. Bu faoliyat qatnashishni bilmayman. Chunki mening o'quvchilarim biladi. Har qanday ishda mening odillik bilan muomala qilganligimni. Agar mushu Arzugul masalan men bilan aloqalashib, men Zimistonga qishda naqshni aytmoqchi desam, bo'ldi. Munda bo'lib ketdi. Shu Arzugul biladi. Men bilan qat'iy aloqalashmadi. Men bu naqshni aytishni bilmayman. Lekin anglab tuniyaldingizmi? Kasb o'qigan tuniyamadingiz. Chunki Arzugul o'qimoqda. Muallimniki 5 yil o'qigan o'quvchisining ovozini tuniyolmasligiga toza ishonmayman. Bu Aygulning kamtarligi. O'zingiz ifodalab bering, ha? Yo'lyansonni aytib biramsiz yoki qaysi aytibsiz deb. Endi men o'qish mazgilimda Aygul bilan go'zal ovoz uslubini o'rgandimda. Endi men bu naqshni aytishimdagi sabab endi o'zimga bir xilliqi o'zimni ifodalash emas, balki shu boshqalarga shu go'zal ovoz uslubini o'rgansa cho'qqum italiycha naqsh o'rganish yoki cho'qqum teatr o'qish kerak degan emas. Faqat mayli ommabop uyg'urcha naqshlarimiz bo'lsin yoki ilg'or bo'lgan bizdan chiroyli bo'lgan shu davlat tilidagi boshqa naqshlarimiz bo'lsin, hammasiga ishlatkul bo'ldi-ku. Endi bu go'zal ovoz uslubi degan u cho'qqum shu uslubda ohangda aytgan degan gap emas, faqat shu texnik ovoz chiqarish texnikasini o'rganish. Chiroyli yaxshi bo'lganini o'zimiz qabul qilgan holda har bir asarni yaxshi maydonga olib chiqalsak bo'ldi deb mushaq o'ylagan asosda hamda boshqalarga go'zal ovoz uslubi o'rgansimi, mushaq Lyoshin naqshlar bo'lamdi, masalan, mushaq naqshlarni aytqil bo'ldi degan ta'siratni biray deb shu mushaq naqshni go'zal ovozda naqshda asl kasbingiz nima? Go'zal ovoz kasbi. Buni tamomlab bugun siz maqsadingizga yetdingiz. Sizning aytgan naqshingizdan sana shu yanda naqsh kasbida 4 yil o'qiganligingiz, Aygul muallimdan, Aygul ustozdan dars olganingiz shu tip chiqdi naqshingizga-ku. To'g'ri. Rost chiqdi. Haqiqatan shunda yumshoqligi hech qanday rohatla-ku. Endi men naqshni anglab bunda o'ldirib qoldim, men o'zlamay qoldim. Endi naqshamni aytishimdan qilmay o'rindiqning tuk-tugib ketdim kerakmi? Shu men azroq baxshaydi deb. Ya mavlan, men singlim naqshini bek yaxshi o'rindab Abay Mo'minjon degandek bizni allaylib etdi. Masala shu yerda bo'lib qoldi. Biz bu naqshning ichiga kirib ketib
bo'lsangda bizga Bapta ishki raqobatchimizdan ayrılib qoldik. Lekin men Arzugulning bu vaqtcha mandaq ommabop uslubda naqsh aytganini bilmayman. Anglab baxmagan. Ovoz tusining qanaligini bilmayman. O'quvchisini tushunmaydiganmi o'qituvchi? Yo'q, undan naqshda tarbiyalangandan keyin bular almashtirib keldi hozir. Balkim Meşon Chanfat naqshisi bunda chiqmasligi mumkin. Boshqa bir o'rangan Arzugul mavjud. Lekin shu o'rgangan asosiy bilimlarning hammani ishlatadi. Mendan naqmish Arzugulga tushilgan naqshdan birisi. Bama? Baba. Birdan chiqinglar bir talishinglar. Biz ayirmayman. Sizlar talog'i chiqib kirasizlar. Pek yaxshi gap qildingiz sizmi? Boya degan gapingiz shu nayt o'rniga gap. Endi uni ustiga Meyshin Chanfa emas, sizlar ovozda naqshi kasbida o'qidinglar. Ma'luminglar Meyshinda dars o'zi shu tarbiyalangan bo'lg'achqa ba'zi odamlar xatolar. O'sha Aygul dars vaqtida Meyshin Chanfada dars oldi desak bo'lmaydi. Aygul balkim o'ylab, yana boshqa tarafga masalan men Meyshin degan ovoz naqsh aytgan ma'lumlar dars bergan menga. Ammo hech qachon sen Meyshin Chanfat naqsh ayt demaydi meni. Mana shu maktabdan boshlab bizning qiziqishimizga asosan naqshlarni bo'lib berdi. Hamda sizlar kasbiy o'rinda o'qigan kasbiy maktablarda ma'lumlarmi balkim shunday bo'lishi mumkin. Boyqa gapingizning asosi va bu g'arb ellərdə paydo bo'lgan bir xil uslub aytish uslubi ashlag'i tava narsa voy. Shundaymi? Bu bizdan emas, hamda biz sirtdan qabul qilgan narsa. Bir xil aytish uslubi. Lekin nazariyali. Unda nihoyatda nurg'un texnikalar bor. Ilg'or texnikalar bor. Ovoz chiqarishda, naqsh aytishda foydalanadigan. Va shundan foydalansak, hatto milliy uslubda naqsh aytadigan bolalarni o'rgansak bo'ladigan taraflar bor. Masalan, milliy ovozning nurg'un texnikalari bor. Biz bilmaydigan hatto anlasak biz qılanmaydigan. Her bir yerning yerlik naqshlarida o'z alayidlik bor. Texniklar bor. Mush narsaning hammasining chiroyli yerlarini akilib ishlatsak biz ommabop naqshlar bak amdan bo'ladi. Shuningga bu ommabop deganning yana bir ma'nosimi shu. Hamma ishni qilg'in bo'ldi demakchi. Hammadam anglaydi. Cho'ngmi kichikmi? Ham texnikadimi shunday universal texniklarni hammasından foydalansak, umuman o'zimizning asrini chiroyli anglatsak bo'ldi. Shu bu ko'z qarashingizmi bak ondan keyin. Men shuncha xush bo'lib ketyaptim. Sizning qo'lingizda o'qiyotgan aşı kichik qizlar, kichik bolalar, o'quvchi bolalar kichigidanlar bir to'g'ri qarash bilan, to'g'ri idea bilan tarbiyalanadigan bo'ldi-ku. Siz mush 4 yilda o'rgangan badaningizni tushunish, bizning fiziologik a'zolarimizni his qilish, har bir naqshlarni aytgan vaqtidagi siz bakchiq asarlarni aytdingiz. Fransuz tilidagi, nemis tilidagi, italyan tilidagi, rus tilidagi bizning davlatimizning hamma asarlarni shuncha voyaga yetkazib aytdingiz. Endi mushu o'rgangan narsalaringizni qaytgandan keyin mushu o'quvchilaringizga o'rgatalaysiz. Ham o'sha o'quvchilaringizning alayligini ching tutib turib, alaylik qaysi tarafda bo'lsa, shuning yo'liga sapchi yaxshi tarbiyalab ketalaysiz. Meni bizning shunday bir izbosarlarimiz bo'ldi ekan, bizmi xotirjam bo'lamizda. Bizning bolalarimiz xato yo'lda xato tarbiyalanib qolmaydi. Bek yaxshi qildingiz. Demak, Aygul ma'lum siz men qildigan ish tugidi demakchi. Ya bu siz bosmaganchimi? Arzugul 5 yil o'rganganini nayda to'g'ri ishiltaladi deydi-ku. 5 yil o'qib chiqib, to'g'ri ishiltanmay Meyshin o'qib yana yuradiganlar bo'ldi, Meyshin aytib yuradigan. Ularning asosan sahnasi nayda bir murosim xarakterlik sahnalarda bo'ldi ekan. Az. O'zingizning o'rganganingizni ammo babqa akilib yug'urib ekansiz, shunda tatliq chiqdi. Ammo bab degan gap shu hammaga bab degan gapdami ya hozir? Hammaga bab bo'lib ketdi mana naqsha. Sizlarcha yaxshi bo'ldimi ishki ma'lumni aylangan? Ya bo'lmasa boshqadan yana. Ben hoş buldum. Ben asıl o'ylaganimda mayli ma'lumlar menga burilsin, burilmasin, hamda men shu naqshni tanladim. Shu qim yaxshi o'rindab qila olsamlar bo'ldi deb o'ylagandim-chi. Bu sahnaga chiqishimning bir qitimliq hamda deymiz yaxshi fırsatım demdik. O'zim chiniqib turish hamda mayli ma'lumlar qayrilsin, qayrilmasin. Texmi bundan keyin ashaq tirishma deb o'ylaganimdi-chi. Ya'ni bugungi naqshidami ba'zi yerlarim ancha yaxshi emas, men o'zim his qila olmayman-chi.
Qolganini keyinchi o'zim yana davomli tirishib, o'rganish qilib o'zimni puxtalayman. Shunda qila oladiganingizga ishondik bizmi? Birga yetadigan naqshimiz bor bizning. O'shundami? Aşkımızdan birga yetadigan bir naqshimiz bor. Ayyalam qanda qilitmiz degan nima? Sizga yaxshi so'zlar, yaxshi baholar keldi qarang. Mavla akangiz bilan Tosh Mamat akangizmi? O'zi biladi dardini. Doktordi. Pushaymon qildi aylanmag'iniga. Siz hozir o'zingizdagi tanlashingizni ayting. Mening tanlashim Yaxşımısınlar köpçilik, ben Abdullah Abdurrahim. Yuqum ahvalidan şunu bayqadıq ki, adam bedeni üçün en mühim boğunu yanılı immun gücü. Əməliyyatda immun gücünün yuqur buluşu salametligimiz üçün en yaxşı doğru hesaplanır. Andaqda teri adam bedeninin birinci müdafiə sepi buluş süpütü bilen onun immuniti qandaq götürülüdü? Əməliyyatda aktiv bakteriya öz rolunu cari qıldırıvatıdı. İlmi tədqiqatlardan bayqalışca terideki paydalı aktiv bakteriya terini güçlendirdi. Terini tazlaydı, yallıqqa qarışdırdı, nemlik saxlaydı. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaydi. Ko'rilishqa bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sadaf World Star. Sadaf. Sadaf. Yoshlik faslingizning yorishig'i, muhabbatlik turmushingizning guvochisi, ehson to'yliq kostyum buruntilari. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri İnsan üçün en bexatar muhabbetlik güzel makan öydir. Muhabbetlik öyle. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çekiş şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çekiş şirketi. Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Qaydo? Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasin, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli koyup, koçenli elip, bazaga berip, tartıklı elip, saklapan mısın dep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni işçin mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, hece uçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy darajali kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhitda uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qilinadi. Hammamizga tanishib bo'lgan Oblatmechi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Birinchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy Sod sariyi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Egin malım. Devamlı terbiyeyle Mübarek bulsun. Mayırımız Arzugül Sattar, Aygül Gulam, Haydu grupsiga tanlandı. Naqsha yürekning ozuqi. O'rlug'chi bo'lsa, uning doktori desak xato emas. Liriklar nurg'un qalblarning hamrohidir. Lirik kuylaringizdan muhabbatga tashna qalblarning tevishlarini sezgandek bo'ldik. Zimistondagi so'ygi nomli naqshni o'rlash orqali yaxshi taraflarimi bo'ldi. Undan keyin o'zimning kasbiga qarta yana azroq yetarsizliklarmi bor. Mening asosiy nimammi shu muzika, ya'ni shu go'zal ovoz uslubi bo'yicha naqshlarni bir taraf qilib, boshqalarga shu
mush uslubni o'rganish orqali ommabop naqshlarni aytqili bo'ladi degani bildirish edi. Ondan keyin bu qitimliq musobaqada shu o'zim tanlansamka deb o'ylagan ikki o'qituvchi o'rildi. Bularning ichida shu Aygul G'ulom ma'lumni tanladim. Bundan xush bo'ldim. Bundan keyin taxmin tarishim. Arzigul naqsh aytgan vaqtda Mağa bəgən tuyğusda Arzugül'ün avazının elastiklik intan yaxşı. Endi bu elastiklik yaxşı bolğandan keyin yuqori avazlar ravan chiqalaydi, töven avazlar ravan chiqalaydi. Andan keyin qandaq əsərlərni esse, şunu yaxşı hal qilib ketalaydi-chu. Bu elastiklik bək mühim narsa. Arzugülni tanlagandan keyin qarsam, əməliyyatda o Arzugül mening san'at institutida 4 yil tarbiyalagan belkantodan vokal etish uslubida tarbiyalagan o'quvchim ekan. Shuning bilan men Arzugulninki odatda shu vokal aytgan ovozini bilman, lekin mandaq ommabop uslubda aytgan ovozini bilmayman-da. Shunga hayron qoldim. Ham qallamda nurg'unlagan yangi bir o'y fikrlar, xiyollar bo'ldi. Buni qag'ini tomoshabinlarning ikkinchi turda ko'rishini umid qilaman. Adash Urumchiga maxsus muzika sotib qilgan do'kondan birini ochsaq bo'ldi. Yaxshiroq yavamda O'ylab boqay. Haris, Aylnaz Guroyning Aylin ordisi uy tarafga chekishlikni izlab boqamsa ya. Bash odam yaqimjiq, son naq muvofiq tekshirt o'rnini birini topib berdi ishlasam. Mayli, aytib ber boqili. Vallahi amisi yana bir naqsha bo'lmishadi, buni bir anglayli. Anam bo'lsidi deganni. Ben Yusuf Dursun, şu küçük vaqtimdan tatib, naqsh muzikaga o'ta ishtiyaqim, qiziqishim bilan mush kasbga kirib qoldim. Ham shundaqla mush kasbni 15 yilni yog'zi davomlashtirib kelyapman. Programma qatnashdiki asosli maqsadim shu ustozlarningki yaxshi, qimmatli baholarni berishni, bilimlarini taqdim o'rganishni chin qalbimdan umid qilib mush programmaga alohida qadam tashrif qildim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjong Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Yarım könlüm kanat olsaydı, güde kalbim didar kumsaydı, saçları ak hasta bulsa hem arangize anam bulsaydı. Yarım könlüm kanat olsaydı, güde kalbim didar kumsaydı, saçları ak hasta bulsa hem arangize anam bulsaydı. Yaş kalıp gittim, yaş balıday irkilep ayttim. Arangize anam bulsaydı, yaş balıday irkilep ayttim. Arangize anam bulsaydı. Anısı var künlü aydamın,
Farzandlarim to'yin ko'rmagan, nabiralar bo'yin ko'rmagan, hech bo'lmasa qirqa kirmagan. Orangizda onam bo'lsaydi, yarim ko'nglim qanot olsaydi, gudak qalbim didor qilsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Oy, adam qo'rqitib jinni olislarda vallah. İsmim Yusuf Tursun, atıştım buluman. Şu 4. qararlıq İpək Yolu Sadası programımızға şu bir qatnışaydı. Qatnışaydı bir qaldım şunacqa. Ustazlarının ki yaxşı bahalarını, yaxşı tərbiyələşlərini tüvənçilik bilan qəbul qılıman. Ustaz Mömincan əbəndimə rəhmətimni bildirirəm. Bu naqşını mı onda etdi minajçı? Mömincan, şu en ahırda aylanıp size? En ahırda aylandım. Nima için? Bek şikillendim. Çünkü bu naqşını ben bek intayın köp anlagan naqşı. Bilime. Hem anlagan boğaşa kulak sınıp ketken yerlerini bek farklandırıp konuğumda üzemçe. Hem insancılıkta. İnsancılıkta. İşini şunda yaxşı başlagan. Hem bazı yerlerini taza tigidek noktasıga yetkizemege yerlerini hesaplap turulup durup bunu üzem oңшап ketişimge көзем yetip ahırda. Hem mandaqçı Mömincan. Sen aylanğandan mı yaxşı oldu? Menimce ma balada ümit var. Muşu naqşını tanlap mı yaxşı qıpsa Mömincan'ı esi taşlığı var naqşama bu. Şuna biz kelerki sahnede seni yani körümüzçü. Şuna seni cık yapıp sanmaylık. Əmsə Mömincan'ı tapşırdık. Kele. Orangizda onam bo'lsaydi, yarim ko'nglim Mübarek bulsun. Mahirimiz Yusuf Tursun, Mömincan Abdikim El-Nuri grupsiga tanlandı. Hemimiz yıkımlıq naqşılarını anlaşını xalaymiz. Yürekten çıkan naqşılar yürekke barıdı. Elbette uğurluq uçunun seviyesi mi intayini mühim. Yaxşı yolunuzdan dağdan buluşunu ümit qılımız. Programma qatnışıp müsahne çıqqandan keyin asal bir az ciddiliş, uduquş oldu. Şoňlaşqa şu naqşynyň bäzi ýerlerini köňlimdikidek eýtanmadım. Şu münasibetlen şu 4 ustaznyky Mömincan ustaz örgän sebäpden Mömincan ustaznyky bundan yaxşı okuş sulap yana bodoqy sanlarında yaxşı natija qazanışga tirişimi. Yusufcan Tursun inimiz musabaqaga Anam bolsaydi namlıq naqşını olib kepti. Anam bolsaydi namlıq bu naqşa asli urulunuş jihatimi nayt vağı yetkizib urulangan naqşa. Bu naqşa küçlük maharet talep qildigan, qiyinlik dardisi bor bir naqşa. Gerçi inimiz bunu şu derecede icra qilib özününki ovozini ravurus bizga ifodalab beramagan bo'lsa-mu, lekin hozirgi holatidami xeli yaman emas, yeterlik derecede icra qilib chiqdi. Endi bundan keyingi ifodasining texmi yaxshi bo'lishini Vay. Bugun ishlaygan Apollo, Bektit edejman. Onun sıkma yağma adamın konuyu tegime gitkençe. Nimişqa bilemsen? Nimişqa? El-Nur maylarının işletkenlik için bu tamak meyişik buldu, konuğum tegmedi. Oy, El-Nur'un ayakları mı o? Oy, öğüme öp koysak buldu geçme. Onda olsa işte akıllı. Bu dua qilmoqchimiz Taş Mehmet inim bir ilan qilib bersimiki deyman. Söyleyiverini bir anlamdık. Söyleyiver mi? He. Söyleyiver.
Ben Abdusami Abduvali Qashqar Payzvat baş maydonundan keldim. Naqsh kasbini nayt yaxshi ko'raman. Kichikimdan boshlab san'atkor oilasi cho'ng bo'lgan ham mushu oilaning ta'sirida san'at kasbi bilan shug'ullanib keldim. 11 yosh vaqtimdan boshlab Qashqar san'at maktabida imtihon berib, tembr kasbini bitkazdim. Oliy maktabni san'at sho'yanining naqsh kasbini bitkazdim. Undan boshqa hozir o'qish bitirib, muzik ishlash, muzik akkordlashtirish, o'ngalish qatorli xizmatlar bilan shug'ullanyapman. Hamma san'at kasbida 8 yil o'qibdiman. Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashish fursatiga ega bo'lganligimdan bu nihoyat xushal. Har bir naqshamni yaxshi o'rindab, ko'rmalarga cho'qim yaxshi asar sovg'a qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, al nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Ey insan özün söygenni Mayli söymese ağrınmığındas O amra güllerge su koy bildirme Yonunga kürstiş kılça şertemez O amra güllerge su koy bildirme Yonunga kürstiş kılça şertemez Köngülni boşqurma acayip müşkül Rencime işkında birov bo'lsimas Rencime işkında birov bo'lsimas Bermikin kerakdir dertlergi berdaş tüzemez hayatlik yolu gizmez Bermikin kerakdir dertlergi berdaş tüzemez hayatlik yolu gizmez Güllerge su koy bildirme Yonunga kürstiş kılça şertemez Bu amrak güllerge su koy bildirme Mayli söymese
ağrınmağında Eylu söymese ağrınmağın Ha, sen öttün mü? Öttüm. Ha, vay. Yaxshimizlar bag'lovchi ustozlar, ham ko'rmanlar. Qashqar Payzvat bosh maydonidan kelgan Abdusamiy Abduvalidan hammanglarga o'tib salom. Abdusamiy? İcadısını bilemsen? Teksti İlhamjon Muhammadning, muzikasi Abdulli Sattarning. He. Zulayat İsmail boshda o'rinlagan. Murakkep he. Gitmeleri bek murakkep. Ovozim o yaxshi ki. Ovozim mı yaxshi ki? Abdusamiy bu yıl neçe yaş kırdınlar? 22 yaş. Bu Abdusamiy muş ovozni agar yo'qitib qo'ymasa, cho'qim yaxshi natija qozonoladigan yaxshi naqshchi bo'la oladi. Anda biz ustozning gapini anglaylik, ha? Man gap o'tkaga o'xshaydi, xush gapsiz ukam. Ovoz tusidan men cho'qim buningdan keyingi musobaqa maydonlarida texmi yaxshi bir asarni ro'yobga chiqara oladi degan ishonch bilan cho'qim shu meni gruppamda hamkorlik bilan yaxshi asarlarni birlikda ro'yobga chiqara olamiz degan umid bilan yaxshi bir fursat berish qarori kelib yaxshi fursat bo'ldi bu. Keling. Suyver ey insan Mübarek bulsun. Mahirimiz Abdusamiy Abduvali, Taş Muhammed Batur Aylın Az gruppasiga tanlandı. Naqsha yurakning o'ziqi. O'rlug'chi bo'lsa, uning doktori desak xato emas. Liriklar nurg'un qalblarning hamrohidir. Lirik kuylaringizdan muhabbatga tashna qalblarning tevishlarini sezgandek bo'ldim. Men hozir sahna numarimni o'rinlab tushdim. Sahna chiqishdan burun mashqlarim shunday yaxshi bo'lgan, ham jiddiylikim yo'qchu, hamma tayyorliklar shunday yaxshi. Lekin sahna chiqibla bir xil jiddiylik paydo bo'lib qoldi. Unimi naqshning o'ttirig'i kelgan sir sal kayfiyatim tangshab, o jiddiylikni o'zim yo'qotdim. Shu jiddiylik bo'lib qolgan chaqda o'rilmay qolarmi deb o'zimni qo'rqqandim-chu. Tash Muhammad ustoz men uchun o'rindiq aylantirdi. Bundan men nayt xushal. Endi keyingi qitimliq musobaqada ustozimning yetaklash ostida o'zimning zo'r tirishchanligini taqim joriy qildirib, oxirigacha utib chiqishga tirishaman. Ha, yuqorqi mahirimiz Abdusamiy ukam Söyüver namidagi muhabbet lirikasini o'ngishli tamomlab qalblik oyoqlashtirdi. Bu inimizningki men gruppam talashim sabab meniki ma'lum bir xiyollarim bo'yicha bu inimizni yana yetaklab yaxshi bo'lgan asarlarni ro'yobga chiqara olamiz degan ishonchim bo'lganligi uchun Abdusamiy inimizga yaxshi bir fursatni berdik. Shuningdek men o'z gruppamni tanladim. Adashma qo'saq bakkash dedigina bir o'xshagan bir dapenji yepkenman da. Bo'ldi. Bizni o'ylam yepkinlam, bizni o'yda yerlik to'qolar borgina. Shuning bilan shu apam shu qaydoniki, shu qo'rim tetit qo'ldir bilan aytadigan bo'lsam, shu qaydoniki to'q qo'rim tetit qo'ldirgan kim shu moyliq tetit qo'ldir deb borgina, shuni aytadigan bo'lsa dehshat o'xshaydi. Esim menga adashamsa. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Şinjan Aylin Az guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyet şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Adaş, Haras Abay güzel telefon qilibdi-ki, bugun sizlarni bir mehmon qilib ko'rishaylik deydi.
Oda şu barlıq pullarını özüge məbləğ selib təlba kəsbi tərbiyələş məktəbində oxuyatdımə degan toğu. Nədən kelgan pul ki o? Ha, adaş o təlbada tirişib oqub, yeni kiyim-kechaklarni loyihlabdi. Maktabida nurg'un o'qish mukofot pullari beribdi qara. Nimda paysi. Amis men kiyim tikishni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimga təlba məktəbini tavsiya qilib qo'yadish. Baydan beri har xil naqshlarni oldik. Endi biz yana Og'irmaydi yurak nomdagi. Muzaffar Xilil Yurtim Chechakdan. Burundan shu dastlabdan naqsh etib yurgan vaqtlarimizdan boshlab shu o'zimizni bo'shashtirmay tirishib mushu holat keldik. Bugünkidek mushta cho'ng sahnaga chiqishga shu vaqtdagi tirishchanligimiz bizga madad berdi. Mushu tirishchanligim bilan mushu sahnaga yetib keldim. Hammanglarning menga madad berishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarımızga amet tilaydi. Yastıktın canında bir gün edi Tüm yerikşe attı tandaray Gözlerimge kızım baylanganda Yürek tulap ottay janganay Ne uyattın beni jürmedin be Oysanımdı məngü жалғамай Неге ғана маған кездестің сен Ғашық болдым қалай аңдамай Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сенсіз өткен түндер болмаса Ауырмайды жүрек, ауырмайды Sen oylatkan tünder bolmasa Avurmaydı yürek avurmaydı Süyem degen sözün bolmasa Avurmaydı yürek avurmaydı Möldiregin kızım bolmasa Dağın sol bir jazdın ənim Güneşse öttü tandaray Avradı yürek avradı Avradı yürek bolğansın Bizde emes olacakçılı deymi Samğay bir qanatın talmasın Ağlardı yürek avradı Her bir sözün atkan kurgası Ağırmaydı yürek ağırmaydı Sensiz ötken tünder bolmasa Ağırmaydı yürek ağırmaydı Sen oylatkan tünder bolmasa Avurmaydı yürek avurmaydı Möldiregin közün bulmasa Avurmaydı yürek avurmaydı Süyem degen sözün bulmasa
sensiz ötken tündir bulmasa Ağırmaydı yürek ağırmaydı Sen oylatkan tündir bulmasa Ağırmaydı yürek ağırmaydı Müldiregen közüm bulmasa Ağırmaydı yürek ağırmaydı Suyum degen sözüm bulmasa Ey, alamet. Tanışıp çıkayım kan. İsmim Müzeffer, yurtum Çöçek'ten. Ha, Çöçek'ten. Çöçek'ten neme hizmette hazır? Çöçek'te, restoranda. Nakşi işleri bilen. Ağırmaydı degen, ah urmaydı degen yapma. Açtak gene. Ah urmaydı yürek. Üzden milletin Kazak mı Uygur? Uygur. Uygur ha? Çöçek'te Uygur Kazak medeniyeti intayin başka yerde gidin mi ben koyak birleşken. Mavu töt muallimler belkim özünün konuda urgun neslerini his qilgan bo'lishi mumkin. Belkim ovozda ketgan yoki hissiyati yetishmagan yerlarnichu. U narsalarni biz bu yerda deyib o'tamayli. Naqshni yaxshi aytding. Seningda umid zo'r. O'sha seni men bir yetaklab baqsam qanday deysan? Oy. Bo'ldi. Mening qo'limdan kelishicha seni naqsh taraflardan bir yetaklay. Aning keyindan agar mushu to'rt muallimga seningki mushu kelgusidagi ifodan yaxshi bo'lib qolsa, o chaqda qaysi muallimga yarab qilishi mumkin. Ongacha bir tirish baqaylimi? Ma'qul, cho'qim. Xo'p, kel. Ağırmaydı yürek ağırmaydı Suyum degen Kızgın tutuklaymiz. Mahirimiz Muzaffer Xaliq, Abdullah Abduriyim Sadaf gruppasiga tanlandi. Keyningizga qaramang, oldingizga qarab davomliq ilgirlang. Sizga hamroh bo'layotgani vatanning, ota-onangizning go'zal tilaklari. Bugungi g'alaba buningdan keyingi hayotingizga yo'l boshlag'uchi mayak bo'lsin. Ben ile musabaka katışıp düştüm. Sahnada udukuş sel eğir болып kaldı. Şu vecdin nakışlarımda biraz mukumsuzluk ahvalı yüz verdi. Adette yaxşı ettim. Abdullah Ustaz hem de özünün çırgın yandır bir fırsat verdi. Şunun için ben tırışıp keler basqışta çoğum yaxşı netice kazanışa tırışmam. Çöçeklik Muzaffer o'quvchimiz Nayeti kızgın jigitke. O özü gerçi Uygur bolsunmu? Bir ah urma yürek degan naqshni aytdi ku. Nayeti mağa nispeten öz ana tilida emas, yani qarindosh millatlarning tilida mushu naqshni bizga shunchalik bir yorqin, hissiyotliq aytib beradiganning o'zi tunji navbatda cho'ng sahnalarda, ya'ni ki musobaqada mushunchalik o'zi ijro etishning o'zimi xili cho'ng ish. Shunga men uning bir ilhom berish, bir g'ayrat berish, bir fursat berish maqsadida bu o'quvchini tanlab qoldim. Yaqinda cho'nglarning qanday maysal ko'payib qolibdi. Bir yaxshiroq narsa bo'lamdi. Men tashqinning pimenta ichimligini tavsiya qilib qo'yaylikligan. Qanday mayn serish iqtidori bak yuqur ekan. Men olib beray bir sinab boqsin undaqsa. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Kuzam bilen gülge qarab
ötmedi kaldın şarap. Ülpütüm yok ötmedi kaldın şarap. Aygımayı tutsam yenimga keldi ay. Yandı sayem kalmadım yalğız sıra. Aygımayı tutsam yenimga keldi ay. Yandı sayem kalmadım yalğız sıra. Salam Mustafa. Salam. Belkin aynın levimeydinleri koymadı sayem halini sorar. İkisi hemra desem çağlıp işken. Ötkide ömrüm bakarsız bek harap. İkisi hemra desem çağlıp işken. Ötkide ömrüm bakarsız bek harap. İssam tulğunar asmandı ay. Tiki doksulğu sayem ıstırap. Nakşa issam tulğunar asmandı ay. Tiki doksulğu sayem ıstırap. Vaqtida sır düşüp yürgen bilen mes bulup kalsak keterkenmiz taraf. Sak vaqtida sır düşüp yürgen bilen mes bulup kalsak keterkenmiz taraf. Gün asmanga çıksam bulgudek tartça tenha yürüp bunca azap. Tartça tenha yürüp bunca azap. Salam, çoğun ustaz. Hürmetli töt ustaz, ekran aldыдыки, şundaqla naq maydandaki müsabaqada qatnaşan barlıq kesipdaşlar, ekran aldыдыки barlıq aziz көрерменlerге menden otlıq salamlar bolsun. Salamat bo'la. Voy rahmat. Ajoyib chiroyli huzurlandik da. Bir sizlar birdan damab oldinglar. Bir birinchi tovushni ep bo'g'ichi tunib aqloldigan ovoz keldi. Bu Kamil Cilil degan ovoz bo'lgan ekan. Bu Dui var deymizmi? Kaçta şiddet avazda bu? Bu eliqi Libey işkinlar birleşip yazğandaq şu. Bularning hali jiq unda ishlar bor ekan. Hozir saqlanib qolgan mushke. Faqallah. Ya rahmat. Şoňamda men bizning kasbiy hayatımızın keyinlik noktası däl muş sayandan başlanıp ki aba kelip bir xil üzerine hayajanlandım. Şoňa ustazlardan bir avval sorap bir naqşymyz arqaly qatnaşatqan maýrlar bir medet bergeç. Sizlar birden dam aldyrış maqsadynda keldik. Şoňa salamat bolanglar. Rahmat ukam, rahmat. Yaxşı maýrlarni tanlap halkımızga yaxşı estetik zok ata qilishingni umid qilib men Abdulla ustazdan görüp kirsem bilanlar. Kira. Mening grupam kiramdiki deb umid qilib o'tdi dedim. Sizni görüpmiz başaqyn qildi. Aldı qatam amalga oshmagan orzularni endi amalga oshmagan. Ustaz şuna. Biz ne vaq, Libikam qandarak bizni. Salamet tamam. Libikamning yanında nurgun şiirleri var ki. Ama muşu naqshni, muşu ukam bir ahangni ishlab dastlabda bizga aytibadi. Bu ajoyib bir yarab qoldi bizga.
Libayninki she'rlari deganni bizningki Jungoning nihoyatda cho'ng asarlar qatorida hamma millatga tarjima qilinib, hamma millatda balkim naqsh bo'lib aytilgan nimalarmi bakchiq bo'lishi mumkin. Lekin men ish qilib Uyg'urcha naqsh bo'lib ohangga selinganini anglamagan mushu Komiljon bir ohang ishlabdiki, anglab hammamiz nihoyat xush bo'ldik. Mana mushu ohang kapto bumi. Ma'nisigachu. Menimcha shu Libayning demoqchi bo'lgan markaziy ideyasiga shunday kelgandek. Bo'pma iminjini ham bak payz tarjim qilayotgancha buni. Shundami? Ha, shu tarjim qilishdimi shu Libaykamningki degan yerdan chiqqandek a. Bak kep ketgan. Ikkisi ta'sir qilganda ham Uyg'urcha tarjimasiga nihoyat yaxshi. Shunday. Shuylik. Ajoyib. Rahmat. Shunda keldi o'xshaganda salomat bo'linglar ustozlar. Rahmat. Aman bo'lg'in ijodlaring unmi so'zlik. Quchoqlashib olay uzun bo'ldi desizlar, kurashmang. Oyinda qildi. Ancha-muncha bir chaqirib turibdan ya, chaqalmaysiz. Naqsha issam to'lg'unar osmonda ay. Chekidi so'lg'i sanoyim istirab. Naqsha issam Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmati bo'lgan egiligimga go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, aylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, aylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom, hayotda kulli bayram. Aylin az taomlari, aylin az. Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjim qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlığımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüştük yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüştük yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Yipek yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Qaramaymış naqsh aytishni bak yaxshi ko'rmayman, lekin mush boshqalarning oldiga berib naqsh aytishga faqat jur'at qilolmayman. Qanday qilaman? Bodan bevosita tartishni tujbo qilib, o'zingizning talantini namoyon qilsangiz bo'ldi emasmi? Yana kelib nurg'un odam sizga xat yozib madad berdi. Voy, yaxshi ekan, men tushirib beramansan. Bir naqshi va sal uyqumizni achishi mumkin deb o'ylayapman. Erkem. İsmim Buran Necim'den, Kurlu şehirden geldim. Yani şu Şinjan'da şundan ki, Azallık Milletler Edebiyatı Tadqiqot yo'linishi kasbini bitirgandan keyin yurtga qaytib, xizmatdan sirt klublarda naqshchi bo'lib ishladim. Men naqshchi qilib 10 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Mana jarayonda o'zimizning tatgan jafolarimiz az emas. Yana shunday bo'lsa, yana izchil bo'shashmasdan tirishib kelyapmiz. Ipak yo'li sadasi programmasi qatnashishga maqsadim o'zimni bir sinash. Men o'ylayman,
Özümün talantını yaxşı jari qıldısam, yaxşı orundab bere alsam, ustazlarning o'rilishida gap yo'q deb o'ylayman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Erkemsen, 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 erkem, erkemsen, 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 erkem. Gül bolsan, ismin çukur, yavu gül. Qarlıqda, qiyalarda içilgan Yok iken erkilenme ismin bu Laqımın daraxtlarga uyulgan Gül bolsan ismin çoxum yavu gül Qarlıqda, qiyalarda içilgan Yok iken erkilenme Laqımın daraxtlarga uyulgan Şamallardan ismini anlatlı qalsam Zuqi kilib quşlar muqlar tantana Ger xalısam ismin erken bolsun Bolsun şundaq ataş bizga an'ana Rengi üçün talaysa Yulduz mu nur üçün qilar ismini Söygünün loğitidin axtırıb Ey erkim izlab tapay cismini Giyaxlar rengi üçün talaysa Yulduz mu nur üçün tilar ismini Söygünün loğitidin axtırıb Ey erkem izlab tapay cismini Şamallardan ismini anlatlı qalsam Zuqi kilib quşlar muqlar tantana Ger xalısam ismin erken bolsun Bolsun şundaq ataş bizga an'ana Şamallardan ismini anlatlı qalsam Zuqi kilib quşlar muqlar tantana Ger xalısam ismin erken bolsun Bolsun şundaq ataş bizga an'ana Erkemsen, 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 erkem, erkemsen, 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 erkem. Uka, o'zini tanishtir. Mening ismim Burhan Najimdan. O'zim Ko'ril shahardan mana shu Bek yo'l programmasiga qatnashqili keldim. Hey, endi nim deyman qara. Men boshda o'ylab qoldim endi bu naqshiga balkim biz mujiq umid bog'lab
shu mushtaq qilish kerak degan yuqori talablarni qo'yib olgan bo'lishimiz mumkin. Qolgan taraflarda yana balkim ma'lumlarning shu vijdoniga tegmay qolgan bo'lib, g'ush qilg'ayri tegmay qolgan o'xshaydi. Afsus ukam. Afsus. Shu naqshining ismidan bir xil hayajonliq ilkida biz cho'qim yaxshi bir naqshchi chiqib, yaxshi o'rlaydigandek bir hissiyat bor-ku. Shu boshlangan vaqtda bizning yuragimizga tegadigan bir nuqtasidan boshlanmay qoldi naqsha. Shu arkam san degan so'zga berilgan tovush nihoyat qattiq. Shundaqmi? Nihoyat qattiq. Bu erkiltayotgandek bir arkam-ku. Bek qattiq, bek qo'pol boshlanib ketdi shu birinchi boshlangan vaqtda. Mening birinchi boshlangan vaqtda vijdonimga ta'sir tegib qoldi. Balkim ashundaq. Bu mushu naqshini, bu bir naqshini benzoni nihoyat yaxshi ishlatibsiz. Buni bir yalat aytisiz, tamammi? Menimcha arkam sen degan ya'ni nihoyat chiroyli yana shu muzikaga birlashtirib tayyor qilib oling. Bu sizning shu musobaqadek shunday vaqtda jiq kuchingizni isrof qilib turgan yeri shu. Chunki u bek jiq deyiladi. Uni unchalar jiq meyad naqmaydan demasakmi? Arkam sen degan ya'ni xuddi muzika o'xshashchi. Akkord ovozli. Berib o'tinglar uni. Ovozga yezib o'tinglar shuni. Siz naqshini gul bo'lsang degan yadilla boshlasangiz, taxim yaxshi o'g'idek. Endi mushta bo'lib qoldi. Sizning hamda shu ko'nglingizdagi yurak so'zlaringiz bo'lsa, biz bir anglasak, o'rtoqlashsak. Bu qatam o'zimning badan salomatligi jihatdan shunday ishlar bo'lib o'zim xatolikni hamda o'zim o'tkazdim bu yerda. O'zimda uning ustiga sahnaga chiqqanda o'zimning tamtirishim bak ig'ir bo'ldi. Endi deydigan gap maysulnish yo'q. Yana kelar yilim bo'lgandan keyin shunday. Yana tirishib kelar yili kelar sonda qatnashadiganға texmo bir gelishida tirishib shu eng muhim vaqtlarda shu gal degan shunday odamga bir askil qildigan işte hamma naqsh aytilgan odamning hammasi bo'lib qoldi. Go'sht tusa bu go'sht. Balkim bu hikmat bordi. Keyingi yana bir texim yaxshi bir muvaffaqiyatlarning bir asosi bo'lib qoladi. Ya bo'lmasa bular ma'qul. Bo'ldi. Kelib qoldi. Tolumi əfsus, mahirimiz Burxan Necmiddin bugün tanlanmay qaldı. Hər naqşa aytishimizga mos kelishi natayin. Şoňa musobiqada qaysi naqshini tanlash o'ylanishga tegishli bir ish. Balkim u yoqtirishimiz bilan ikki ishdir. Tirishing, sizga fursat ko'p. Sahnadagi natijalarni yaxshi egilab, ketkizib qo'ygan taraflarni yaxshi yakunlang. Sizga omad yor bo'lsin. Hozir sahnaga chiqib tushdim. O'zimning shu savalligi tufaylidan ovozni yaxshi kontrol qilolmaslikdamiz. Anadagi o'zimning o'rnini joyida joriy qildirmaslik sababidan ustozlar o'rinli deb o'ylayman. Bundan keyin kelarki sonda texmo tirishib o'zimni to'liqlagan asosda yaxshi sahnaga chiqishga tirishaman. İpek Yolu Sadası programımız o'quvchilarining to'rdagi bevosita tarqatishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, telefoningizga badam attitlarını tushiraylik. Biz sizni badam Şinjan Sedef Sodicheklik mas'uliyat şirkati bizning bu qitimqi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programmamiz bilan Şinjan Elnuri Yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati programmamizga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'nalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanliklarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz. Adaş mı torda qattiq bir yaxshiroq bunda bir tarjim filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham suzuk, ham to'rsirtdes. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayam sen. Tushira. Aşağı.
Sizlarmi tushuninglar? Sizlarmi tushuninglar? Vallahi endi xalq naqshisi juda bo'ldim. Mening ismim Abdujabbor. Bu yil 29 yoshga kirdim. O'zim Xota viloyatidan keldim. O'zim shu musiqa kasbida o'qigan. Bu kasbga meni dadam qiziqtirgan. Dadam shu kichik vaqtlarimizda bizning mahallaga shu cho'ng ustoz san'atkorlar uyan qo'yilib kelgan vaqtida meni birinchi o'p akirib, balam kurang deb menga shunda zo'r madadlarni bergandi. Shu madadlarning turtkusida shu yuqumlanishlar tufaylidan men mush kasbni intayin qizg'in suyab qoldim. Mush kasbda o'qidim. Afsus, men yaxshi tirishib o'qib keldim, lekin dadam meniki ba'zan bir yaxshi o'qish jarayonidagi yaxshi erishgan natijalarimni ko'rolmay qoldi. Men dadamning orzusini yaxshi amalga oshirish uchun eng zo'r o'zimning ifodasini mush sahnada namoyon qilib, dadamning umidini barliq oqlashga tirishiman ham bundan keyin texmi tirishiman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mahirlerimizga ahmet tilaydi. Ay bulut nidaldı kıl di çıkmadı ay parası vay çıkmadı ay parası acan çıkar alet ki yetti kiniyanın sayısı vay kiniyanın sayısı vay can çıkar alet ki yetti kiniyanın sayısı vay kiniyanın sayısı Kaş kapığın tatur menin Mağanın bala buldu bugün Mağanın bala buldu bugün Kaşı kara menzi Kızıl yadın juda buldu bugün Yadın juda buldu bugün Kaşı kara menzi Kızıl yadın juda buldu bugün Yadın juda buldu bugün Üzike tu Vay sözike tu Vay sözike tu Vay dertlerin gedet ketip Elemgi ölsün tu Elemgi ölsün tu Vay dertlerin gedet ketip Elemgi ölsün tu Elemgi ölsün tu İzildi kül buldu yürek
solar Rahmeyligin gonca gülüp kündekidin halim bilek Rahmeyligin gonca gülüp kündekidin halim Rahmeyligin guncha gülüm kündekidin halim bilek Rahmeyligin guncha gülüm kündekidin halim bilek kündekidin halim bilek Yaxshimisilar, qadrdon ustozlar. Men Xotandan kelgan, ismim Abdujabbor. O'zim Xotanda oylik san'at o'makda ishlayman. Qandaq bir ishtiyoq mushu naqshini tayyorlik qilishga undidi deganni deb berayapti. Bu bizningki Xotan noyisi Langro yesidagi Turajon Obulqosim degan bir yerlik qo'ychi mashrab naqshlarini, shu yerlik naqshlarni ratlaydigan bir akamizningki naqshi edi. Bu naqshini Vangiladimi taqatgan. Keyin men musobaqaga hozir men sal jiddiyleşib qoldim. Avjini o'zim qatqan. Qatib bu naqshiningki 4 dan 5 udarliq naqsha bu. Bak tiz naqsh edi. Men shu musobaqa xarakteriga deb okotlashtirg'izib asta qilib mushta tayyorlab kelgan asli yerlik taqnaqchisi. Shu taqnaqchisiningki hozirgi sur'atga kelishiga, hozirgi holatga bu biz anglayotgan tankashi shu holat kelishida siz o'zingizning fikri bor, shundami? Ha, shunda avjisi bilan shu suratida meniki fikrim bor. 4 muallimning hammasi noiti bak qizg'inlik bilan sana o'rindiq aylantiribdi ukam. Endi biz eng boshda sen uchun o'rindiq aylanduga ustozlardan tatib fikrlarini anglayli. Sen birdan yuzingni dap-tak qilib yerga qarab tursan bo'ldi. Bu naqshini bir taraf qilishni chiroyli bir taraf qilyapti-ku. Birinchidan mushunga ko'ydim. Anadan keyin hozir o'zining bundan burun bunda altini olmagan emasmi biz ham. Cho'qim shu o'zi tayyorlik qilgan bo'lishi mumkin deb faraz qildim, rost chiqdi. Ovozda bir xil mardonlik bor. Pokiz ovozning tegimi shunda yo'riq, payzi chiqyapti-ku. Bu inimiz bilan bir ish qilsak, texmi yaxshi naqshlarni qilib ketgidekmiz deb o'ylagan o'yda men o'rindiq aylantirdim. Menga kelishingizni chin yuragimdan qarshi olaman. Nimdiga yaxshi. Qolgan ustozlar bir gaplarni deb qilsin, aniki udulli kelmish ekan. Sen hozir gap qilmay turibsan. Gap qilmay turayman. Nima sen? Bek ishonchliq. Bir gap bor Abdulla aka. Bir ishonch bor, ha, bir ishonch. Bir daryoning suvida ishga. Mane. Mane bermayman. Qat'iymi? Ya, biz bunda qilaylik. Sizlar xafa turinglar. Men Aygul singlimga bir so'z beray. Ha, shu so'zlarni bir-biring aka men gap qilmay turay. Ha, ma'qul. Qisqali maqtab olayapsan. Maqtashman kelgan, ha? Sening huquqingni hozir ep tashladim. Aygulga bir qiz bola emas aramizdagi. Biz Aygulga beraylik. Qizlar hurmat qilaylik. Men sizlardan o'zilinib o'ltagan turibdi. Menga kelib keldi. Siz gerçi charchig'ingiz bek chiqib turdi ovozingizdan, lekin birinchi ovozni shunchaki yaxshi kontrol qildingiz-ku. Bizga shu deb bo'g'icha birinchi ovoz shu yurakka tegib ta'sir qilib bo'ladi-ku. Birinchi ovozni birinchidan bek yaxshi kontrol qildingiz. Andan keyin bu bizningki mush badanimizning o'zi bizning muzikamiz-ku, bizning asbobimiz. Bu ham charchab qolsa bo'lmaydi, turmushda qalayimqon bo'lib qolsa bo'lmaydi, bisimimiz ig'ir bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu chalg'imiz bekli murakkab chalg'uchi bu. Bizningki ideyimiz ilg'or bo'lishi kerak, bizning o'y fikrimizmi ilg'or bo'lishi kerak. Bizningki mush butun badanimiz, mush muzikamiz har kuni mashg'ulotda.
ciddi holatda ishlab turish kerakda. Siz buni hammani qila oldingiz. Mayli shu asarni o'rinlash jihatda bo'lsin, mayli sizning o'y fikringiz jihatda bo'lsin, bizga shunday yaxshi yetkazib berdingiz mush fikrlaringiz uchun. Shu men bek yaxshi ko'rdim. Ham mening guruhimga kelsangiz, buningdan texmi yaxshi bir ishlarni qila olamiz birlikda deb. Shuningga qizil kunibkini bosdim. Rahmat. Aygül bek yaxshi gap qildi. Unda huzurlandingmi? Ya adam bundan qarab turib, yaga maqtaganda yaga qarab tursa. Yaga qarab, ustozlarimiz ishlab deydi-chi, qara. Birov sening ortiqchiliklaringni oshirib oldingda ko'zingga qarab turib so'zlaganda yaga qarab ol degan biz ustozlarimiz o'rgatgan. Bizmi sening akangning o'rnida o'rgatib qo'yildi. Birisi maqtaganda qilinliq qarab turib olmay, yaga qarab. Aygul ayt yaxshi gap qildi-da, ukam. Xo'sh, Toshmamat baya seni imtayin bek. Huquqimdan elib tashladim. So'zlashib ketdim. Qadrdan inib kechirib. So'zlashib ketmayman ustoz. Tugan 1000 yil kechirdilar. Huquqimdan elib tashladim. Qara ukam, gapimni boshlaydi desam Abdulla akam huquqimni elib tashyapti. Shuningga qisqaroq qilay gapni. Bayam ustozlarimni aytdi, chiroyli maqtash ta'birlarini berdi. Men bu boshqacharak maqtasammi bo'ladi, o'xshamaydigan qilib. Biroq ko'p maqtashdan men amaliy sen bilan hamkorlashib, o'zing xushog'idek bir natija yaratgandan keyin sen o'zing meni va o'zingni maqtaydigan bir sharoitga akelsam degan orzuyimni bor ukam. Guruhimga kelsan qarshi olaman. Ari, nima degan fasohat. Ustoz. Gaplar ustub ketparsizlar vallahi. Shu birinchi ovozda ta'sirlangan odam men. Endi menga keldi deyman. Ovozda qarta bo'lmaydigan-ku. Nechinchi ovoz ta'sirlash muhim emas. Yo'q, hozir hozircha Mavlancha men eng og'ir gap qildig'ini degan, sening navbatga vaqtida men gap qildim. Yo'q, ovozda menga keldi. Ha bo'ldi. Ustam, hammamizni geksa qo'yib, endi hozir yo'q gap ekanlikchi. Mavlan ustamga keldi. Maqtashlardan ta'sirlandan qilsan, uchdingmi? Bir xil kendikine sını qontingdek kunib ketib bordi. Bir xil bulutqu desa, mangandek bo'ldi odamcha. Ajda bo'lib o'tamsa, ustozlarningki yaxshi bahosiga rahmat. Yaxshi bahosiga ko'p rahmat deyman. Ha, ashad tutdi endi. Mavlana Abdujabbor. Endi maqtashlardan masxushmi bo'lding, qara. Endi bu Ipak yo'li sadosi seni bizni sana işte uchrashtirdi. Endi bugungi mushu hozirgi vaqtdagi mushu tanlashing endi bu Ipak yo'li sadosi programmasi tugagicha emas. Xili bir mezgillargacha sening san'at hayotingga ta'sir qiladigan bir ish bu. Sen hozir tanlamoqchi bo'lgan ishing. Shunga demakchi o'ylashib tanlash. Allah. Bek yaxshi gap qildi. Mavlan bek yaxshi gap qildi. Xili uzungacha ta'sir ko'rsatadigan ish bu. Shunga uzunga birga mangamiz deb o'ylayman-ku men. Mavlanning gapini qo'llab. Xo'p. Anda bo'lsa Abdujabbor iliqi yerlik shiyusi bor naqshni. Deb motor uyay deb ketdim-da. Bu naqshni tanlabmi yaxshi qilsa, xili ajr singdiribsa, ukam shundan qaraganda endi mana ko'z oldingda o'tirib sen uchun o'rindiq aylanadigan 4 yil muallimni o'z oldiga seni yetaklab ketgandek qobiliyatlari bor. U Mavlan nimishqa o'ziga ishini desang, hozir naqlash tushidi ekansan-ku. Shundan qashda deydi bu no'chilik qilib. Tayyorlar. Makan Toshmamatni o'zing bilsa, bu sen yana o'zingda yo'q ba'zi bir alayliklarni qo'sha oladigan iqtidori bor. To'g'rimi? Tajribalik Mo'minjon o'taq uzunga mangman sen bilan davodida bir yerlar bor. Bu mablag' sel yutgandek turdi. Aygül abay degandek sening shu butun yinsalaringni teximmi mukammal, teximmi bir yorqin qildiganga u ma'lum hozir tayyor turyapti. Voy qanday qilamiz Abdujabbor bu ishni? Sen o'ylayapsan-a? Mening bu 4 yil ustozni biroqlam nurg'un bilimlarni o'rgangim bor. Ashtaq qilyapmiz 4 yil. Oningga bo'lmaydi. Hozir shu birning dardini tatadigan joyi nima bu? 4 yil bo'lmaydi.
Özünün konuda bir san bağımı da. Fukam emize bir kelgan chaqda ko'nglimga sanni pukib kelgan. Anda olsa. Shu. Hozir ishkilinib qolmagansiz. Lekin degayri ama. Hay Fukam ay bir ishkilinib qolmagansiz. Lekin tanlag'amiz ha. Taşmamat lekin dedi üzücü. Lekini bak. Tushunmaydi deb qilmang. Asli bilan qilib kelgan. Miyada qolgan 3 ustozlarning o'rligini ko'rib, endi lekin qitildi aka. Ma gap manda bo'ldi. Tanlab kirdi. Men kelganda ko'nglimga pukib keldim degan bo'lsa tugidi bu gap. O'zi imkoniyat bo'lmaydi. Kelgan. Hozircha Lekin- a Mo'minjon shu Abdujabbarning ko'ziga qarasa bildi qolganini. Menimcha qalab qolgan. Bu men tanlaydigan deb turdim. Endi men ko'zingiz bo'lmay qoldi. Mush ko'z to'g'rimidi? To'g'rimi ta? Abdujabbar bo'ldi. Seni xijil qilmay qara. O'zingni tanlashga qo'yaylikmi? Dapli o'tar. Men de fursatlar bak jiqchu. Bizep iç qalaymiz. Bovjon qilamiz. Bovjon qilib iç qalaymiz. Bizmi qayerda qanda? Hey yo'q, o sizlar Ha? yosh. Unda desam men hozir asta ketay. Abdujabbar, eng oxirgi tanlash navbatini endi sana beramiz. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik Rayonda Xalqaro ISO süpet ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpetsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ümit işençi bilen baskan kademlerim utuq menziliga yo'l ochgan edi. Bereketli kademlerimde men argan miyi işletilgen Açıl çaş sopununu özümge hemra qildim. Açıl jismimda işenç nuru içildirgisi. Açıl çaş asrashdagi yaxshi hemrayingiz. Açıl argan miyi çaş sopunlari. Ozoda oliy muhit, mazalik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, esilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu esil joy dal Aylin Az guruhi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik ve qanitsiz tartuq yürüşlük kolaları. Vah, ma bo'lga ya. Vah, yani şehrin tem yalqazan yürüşteki yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yayotamdi. Ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotamdi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalar uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi önümlü ko'z asrash javhari. Saqam masayki paravulliq atirtning qiyinchiligi borliq yerda birdigan palit bor ekan. Men Elnuri zarangizni meydan 10 ton sovuqlay deyman. Demasam bu Elnurining mahsuloti nihoyatda yaxshi, nihoyatda tabiiy chiqadi. Unda olsa menmu Elnurininki unidan 5 xalta, guruchdan 5 xalta sovuqlay. Jura berib keladi. Bo'ldi. Muyum palitimdan bir suatı kostyumlarımның tayini qilmoqda. To'rda ko'rsam, to'rdami tayini yo'q. Biroq urgan kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam shu mo'tarli alzoqning kostyumlarini aladash badaninga yarashadi, sifatlik, bahasi muvofiq uni. Bir boqamda. Jura. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjon Aylin Az guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi.
Üçüncü boğan mahirimizni Şinjan Elnuri Yezigilik Fen Texniki Teraqqiyatçılık şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü boğan mahirimizni bolsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Məsuliyyət şirketi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demek mukafat buyumlarımız intayin katta. Biroq bu mukafotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirketler bilan birlikte omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Təfsilatığı qiziqsınız, diqqətiniz kelər həftədəki Sədəf İpək Yolu Sadası proqramımızda olsun. İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. Qadim İpek yolida ecdad bolğan kevendas. Düşqun qan bar tumurda, kuy naqshisi xo'sh avaz. gümüş dağlar şoxisi, nur qaytıdı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter dileke. İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok çiğnası, hoş avazla seynası.